Siz bundaq bo'layotganini ko'rib baxmag'angu deyman. Bugun sizlarga ajoyib yeyishlik bo'lgan ziyofatlarga alayda mos keladigan ta'mi o'zgacha ham quvvatlik alayda polo etishni yutib qo'yay. Qiynamsiz birlikda o'rganaylik. Polo etgan vaqtingizda qizil seriq sazdan tang nisbatda aralashtirib etsangiz, poloning rangi ham chiroyli, ham ko'rkam chiqadi. Yaxshi mazmunlardan vaqtida xabardor bo'lay desangiz, bostirtimni besib qo'shib olishni unutib qolmang. Taam dars topimizga davomli o'quvchi qabul qilyapmiz. Cho'ng taqsili qo'rma, har xil taam, pishiruq, ichimlik, murabba, bozorlik so'g'say darsligimizni 60 xil darsni 10 qo'y bilan o'rganalaysiz. 60 xil taam topiq tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran ustidagi nomer shu. Ko'rib turganinglardek piyoz bilan go'shtni mayda bir qator birga zaliq qilib olamiz. Bunaqa vaqtimizda go'shtning ta'mi ham yaxshi bo'ldi, ham go'sht yumshoq, rangi ham bek chiroyli chiqadi. Go'shtni zaliq qilib elvatgandan keyin kuyib ketgan piyozni suzib elvitimiz. Undan keyin qayta boshlardan piyoz, sabzlarni silib, tashchi ilashtirib qo'raymiz. Qo'rish jarayonida ozroq tuz silvitimiz. Pulog'im tandir salamdi deyishinglar mumkin. Ma'qul usul bo'yicha bir itib sinab yiqinglar. Pulog'ning rangi bek chiroyli, ham qizil chiqadi. Tandir saga vaqtimizda tandirning ustidagi bir qavat postini elvitib solamiz. Sabzi bilan tandir video ko'rsatgandek ezilib mushtaq suyu quyuq qalat kelgan vaqtida buning ichidagi samsaqni oqlatmay turib lam o'tiriq silib, undan keyin nuqut bir kun avval chilab qo'yishimiz kerakmi nuqutni. Yoki 5-6 soat burun chilab qo'ysanglar bo'ldi. Qo'latgan vaqtimizda go'sht bek mayliq bo'lmay qolsa yoki kal go'sht etib qolsak, quyruq maydan muvofiq miqdorda sevasanglar, bek yeyishlik ham ta'mimi ajoyib o'zgacha chiqadi. Go'shtlarimizni bir qur silib olgandan keyin qaynoq suv quyib, buni 15 minut atrofida qaynatib pishirib olamiz. Tuzdan boshqa hech narsa solmaymiz. Uning keyindan yarim chin atrofida poloning suyidan ilib olamiz. Uning keyindan tagidan birini ustiga yepib, uning ustiga go'shtni qo'yamiz. Buni qilib pishirgan vaqtimizda sabzini yaxshi ko'rmaydiganlarga go'shtni ustidan atasaklan bo'ldi. Go'shtni tashib yetib bo'lgandan keyin abiyatin avagan poloning suyini ustiga bir qur chechiyotgandan keyin buni dumlab 10 minut atrofida normal o'tda dumlaymiz. 10 minutdan keyin go'shtni bir o'rayotgandan keyin buni bo'sh o'tda 20 minut atrofida dumlab olsaqlar bo'ldi. Ta'mi odatdagi pololarga o'xshamaydi. Ajoyib o'zgacha o'rganib oldingizmi?